Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selam ala Rasulillah. Usul fiqh dersimizden ahirini okuymiz. İlgir biz hakim ve hüküm, teklifi hüküm, eda hüküm ve mükellef fi qatarlıqı sözlük. Əmdi şu hükümlerinin delillerini neden alımız? İkinci kısım. Şer'i sahih delillerinin ki alış orni Allah Teala'nın kitabı. Allah'ın kitabının asası İslam'ın ki asasıdır. Şer'i delillerinin içinde alimlar hüccet ekanligiga, dalil ekanligiga ittifoq kelganlar va uningdan muxtalif ixtilof qilishganlar bor. Bu dalillar tuvan turlardan iborat va 14 tane dalil bor. Buni oldimizda birdan o'rganamiz. Qur'on, sunnat, ijmo, ali xulafa rashidlarning ijmosi bo'lsin, yoki Madina ahlining yoki Kufa ahlining ijmosi bo'lsin. Sahobalarning so'zlari, bizning ilgili kishilarningki şeriatları, Allah Teala bizning ilgili qavmlarga, millatlarga yo'l qo'yib bergan shariat, istihson, al-masalihul mursala, urf-odat, saddu zara'i, istishab, ya'ni aslikni amr qilish degan gap, al-bara'atul asliya, asli gadani saqit bo'lib ketish. Al-istiqro, ya'ni nurg'ulg'an dalillarni tekshirib qolgandan keyin ondan dalil deb chiqamiz. Hukm deb chiqamiz. Al-istidlal, dalil keltirish. Bularning ichidan muxtaliflari bor, ixtilof qilishganlar bor, ittifoq kelganlar bor. Bundan muttafaq alay bo'lganlari Qur'on, sunnat va ijmo. Muallif deydi, biz bularning har biri uchun bir bab keltiramiz. Ya'ni Qur'on, sunnat va ijmoning har biriga ayrim holda bab keltiramiz. Ayrim bayon qilamiz, ammo boqiy qolgan turlarga nisbatan ular ixtilof qilishgan, olimlar ixtilof qilgan hujjat emasligida biz ularga 4-babni keltiramiz. Qiyosni 3-qismda inshaalloh so'zlaymiz. Birinchi bab Qur'on. Biz bu qismda Qur'on to'g'riliq 5 fasl so'zlaymiz. Birinchi fasl Qur'onning, ya'ni kitobning tunishtirilishi, uning hujjat ekanligi va shaz qiroatlarning hukmlari. Ikkinchi bab bo'lsa muhkam va mutashabihlari Qur'onning. Uchinchi Qur'ondagi arablashib ketgan so'zlar, boshqa tildan kirgan lekin arab o'zgarib ketgan, arab tiliga o'zgarib ketgan kalimalar. Qur'on va sunnatdagi nasx va mansux, amaldan qoldirgan oyatlar yoki hadislar, amaldan qolg'uchi oyatlar va hadislar. 5-chi iqroratul Qur'on, Qur'onning iqrorlari. Amma ma yata'allaqu bi kayfiyatil istidlal bil Qur'on. Qur'on bilan qanday dalil keltiramiz degan bu vaqt kelsak, buni biz 5-qismda, kitobningki 5-qismda inshaalloh so'zlaymiz. Birinchi fasl Qur'onningki tunishtirilishi. Qur'on Karim Alloh taolaning kalomi. Muhammad sallallohu alayhi va sallamga arab tilida, arab lafzi bilan nozil qilingan, uni tilovat qilish bilan ibodat qilinadigan, musaflarga yozilgan, Qur'on kitoblarga yozilgan va naql qilish tarafdan mutawatir bo'lgan bunda bir Allohning kalomidir. Alloh taolaning har bir kalomlari u Qur'on bo'lmaydi. Masalan, Tavrat, Injil, Zabur Allohning kalomi bo'lgan bo'lsa-mu, Qur'on emas. Shundaqla Alloh taolaning boshqa so'zlari, chunki Alloh taolo xohlagan narsani so'zlaydi, xohlagan so'zlaydi. Bularning qatoridan hadis qudsi. Hadis qudsi Allohning so'zlari, Allohning kalomi, lekin u Qur'on emas. Hadis qudsi degan nima deganda, hadis qudsi Muhammad sallallohu alayhi va sallamga Alloh taolo tarafdan lafzan va ma'na jihatdan nozil bo'lgan hadislardan iborat. Lekin u Qur'on qilinish uchun nozil qilinmagan, ya'ni Qur'on deb nozil bo'lmagan. Chunki bular musaflarga yozilmagan, Qur'on kitoblarga yozilmagan va namozlarda qiroat qilib o'qilmaydi. Masalan, bunu hadisga o'xshash. Alloh taolo mundaq deydi: "Ey bandalarim, men haqiqatan zulmni o'zimga harom qildim va zulmni sizlarning oranglarda harom qildim. Zulm qilishmanglar." Bu Muslim rivoyat qilgan hadis. Hadis qudusiylarningki ma'nosi Alloh taolo tarafdan, lekin lafzini payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'zi degan bundaq kishilarning so'zi to'g'ri emas. Balki hadis qudusiylarningki lafzi ham ma'nosi ikkilisi Alloh taolo tarafdan. Muhammad sallallohu alayhi va sallam hadis qudusiyni Alloh taolo tarafdan hikoya qilg'uchidir. Ya'ni shundaqla Qur'on Karimning ma'nolarini boshqa ajamlarning tillariga, ya'ni arabdan boshqa millatlarning tillariga tarjima qilingan bo'lsa, bu Qur'on hisoblanmaydi. Ya'ni shundaqla arab tili bilan bo'lsa-mu, Qur'on Karimning ma'nolarini o'z olgan tafsirlar, Qur'onning tafsir kitoblari, bular Qur'on hisoblanmaydi. Qur'onning hujjat ekanligi.
Qur'on Karim toki qiyomat qoyim bo'lguncha barliq insoniyatga hidoyat bo'lish uchun Muhammad sallallohu alayhi va sallamga Alloh taolo nozil qilgan Alloh taoloning kalomidan iborat, Allohning so'zlaridan iborat. Shunga Qur'on Karimning naslari Alloh taoloning hukmlarining dalillaridir va Alloh taolo bandalardan talab qilgan, ixtiyor qilgan shu ishlarningki bayoni va Alloh taolo bandalarga yo'l qo'yib bergan shariatlardir. Mushu nuqtadan musulmonlar Qur'on Karimning naslarining bandalar cho'qim amal qilishi kerak bo'lgan hujjat ekanligida ixtilof qilishmaydi. Bandalar amal qilish kerak bo'lgan va mushu naslar ko'rsatgan shu tariqa bo'yicha amal qilish kerak bo'lgan u oyat modamiki amaldan qoldirilgan oyat bo'lmaslam amal qilish kerak bo'lgan bandalar cho'qim amal qilish kerak bo'lgan dalil ekanligida ixtilof qilishmaydi. Ba'zi oyatlarda mujmallik bo'lsa-mu, uni sunnat va yoki boshqa dalillar uni texmi ro'shanlashtirib bayon qilib berdi. Ba'zida bir oyatlar, naslar, Qur'onning naslari umum bo'lib, uningdan xoslikni irod qilindi. Shuning bilan boshqa oyatlarda mushu am bo'lgan oyatni xoslashtiradigan oyatlarni izlaymiz. Yoki e'tiborga elinadigan boshqa dalillardan izlaymiz. Buningki bayoni 3-qismda keldi inshaalloh. Qur'on Karimning hukmlarga dalolat qilishidagi xususiyatlari, alohidliklari. Qur'on Karim boshqa hukmlarning asoslaridan, ya'ni sunnat va yoki boshqa ijmo, qiyos qatorliq dalillardan tuvandikidek alohidliklar bilan farqlanib turdi. Birinchi, Qur'on Karim o'zining shu naslari bilan Alloh taoloning kalomidan iborat. Qur'on Karimni deguchi Allohdir. Alloh taolo bu Qur'on Karimni degan. Uning ma'nosi uningga insoniyat o'zining so'zlarida so'zini ifodalamoqchi bo'lganda ba'zi bir ojizlik, kamtuklik kelgandek bu Qur'on Karimga hech qachon ojizlik yoki kamtuklik kelmaydi. Chunki u Allohning so'zi bo'lganligi uchun. Qur'on Karimningki dalil bo'lishidagi ikkinchi alohidagi chunki Alloh taolo Qur'on Karimni nihoyat ro'shan bo'lgan arab tili bilan nozil qilgan. Biz u Qur'on Karimni mushu nozil bo'lgan shu tilda, ya'ni arab tilda biz uni o'qiymiz. Mushu sababli Qur'on, Tavrat va Injildan farqlanib turdi. U ikkisi asli tushirilgan tilda, ya'ni qaysi tilda tushirilgan bo'lsa, shu tilda tushirilgan asli nusxasi yo'q. Uni qilingan tarjima, mayli qanchalik inchiklik bilan, nihoyat diqqat bilan tarjima qilingan bo'lsa-mu, uning ma'nosi ba'zi bir ixtiloflar keladi. Bu yana asrlar mobayni buningdan bo'lgan maqsadga, Tavrat Injildagi maqsadga nurg'ulg'an o'zgarishlar qitilib ketgan. Yani asrlar mobayni kishilar Tavrat va Injilni o'zgartib o'tgan, ammo Alloh taolo Qur'on Karimni o'z saqlab qolgan. Uchinchi, Qur'on Karim bizga shu lafzlar bilan naql qilib yetib kelgan. Chunki Alloh taolo Qur'on Karimni qo'g'dashni o'z ustiga olgan, kepillik qilgan. Inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun. Biz bu zikrni, ya'ni Qur'on Karim nozil qildik. Biz cho'qim jazman bu Qur'on Karimni qo'g'daymiz. Ya'ni biz mana o'qiyotgan lafzlar, Qur'onning lafzlari shu Qur'on nozil qilingan shu lafza hech qanday ziyoda yoki kamchilik o'zgartish yo'q. Bir dal harf, vav harfi bo'lsin yoki fa harfi bo'lsin, ortiq kam bo'lib qolmagan. Mushu sababdan, mushu nuqtadan Payg'ambar alayhisolamning sunnat nabaviylaridan farqlanib turdi. Chunki az bir qism hadislardan boshqa ko'p hadislar ma'nosi bo'yicha bizga naql qilinib yetib kelgan. Ya'ni sahobalar ma'nosi bo'yicha rivoyat qilgan. Harf-marf, so'zma-so'z, o'xshash lafzi bo'yicha buni aytib kelmagan. Az sonlik, az qismlari boshqa. Chunki hadis olimlar, hadisshunos olimlar sunnat babida keldi, buningki bayoni hadislarni ma'nosi bo'yicha rivoyat qilishga ijozat bergan. To'rtinchi, Qur'on Karim bizga mutavatir holatda yetib kelgan. Shuning uchun Qur'on Karimning har bir harflari qat'iy subut bo'ldi. Sabitlikligi qat'iy. Bu sunan nabaviylarningki qarashicha. Chunki Payg'ambar alayhisolamning hadislari, sunnatlari bizga ahad, xabar ahad shaklda yetib kelgan. Buningda mutavatirlari oz.
Ahad hadislarning rivoyatchilari garchi adolatlik, dabiti yaxshi bo'lsa-mu, ba'zi ularga vahim, ya'ni aniq bo'lmaslik, xato va unutib qilish qatorliq ishlar ba'zi keldiganligi uchun, inson bo'lganligi uchun. Shuning uchun ularning hadis rivoyat qilishiga bo'lgan ishonch zanniy bo'ladi. Ya'ni kishi ko'z qarash, bundaq mutavatir qat'iy 100% shak kelmaydigan bunda bo'lmaydi. 5-alohidligi Qur'on Karim dinning asoslarini va shariatning umumiy ma'nolarini bayon qilib berishni maqsad qiladi. Hatto Qur'on Karim nihoyat oddiy, kichikgina, qisqa lafzida nurg'ulg'an ahkamlarni jug'laydi. Va har xil taraflardan, o'xshash bo'lmagan taraflardan maqsad qilingan shu maqsadni ko'rsatib beradi. Masalan, mantuq bilan, mafhumi bilan, xos oyatlar bilan, xoslik bilan, umumi bilan, ishoratlari bilan, uning muqtazoslari bilan, talab taqozosi bilan buni ko'rsatib berdi. Bundan oldimizda so'zlaymiz, mantuq nima, mafhum nima, xos, umum, ishoratlarimizni oldimizda so'zlaymiz inshaalloh. Mayli u hukmlarni bayon qilishda lafzlar bilan bevosita bayon qilib bersin. Yoki Alloh taolo yaxshi ko'radigan, rozi bo'ladigan ishlarni uningga tanbih, ogohlantirish bo'lsin, yoki Alloh taolo yomon ko'radigan, bu ishlarni qilg'uchi, so'kiladigan, ayblanadigan ishlarga ogohlantirish bo'lsin, yoki u bir fe'lni qilg'uchi savobga erishadigan, yoki jazoga erishadigan ishlarga ogohlantirish bo'lsin. Har tarafdan maqsadni ifodalab beradi. Mushulardan hukmlarni biz tushunib olamiz. Ba'zi hukmlarni qissalardan, Qur'on qissalaridan va xabarlaridan tushunib olamiz. Asrlardan har bir asrda ulamolar uchun, bu ulamolardan ilgari o'tgan ulamolar muloyiz qilmagan, ularningki ko'ngli kashmagan, aqli kashmagan bilimlar ulamolar uchun ochilmoqda. Xudi Ali radhiyallohu anhu, "Hali indakum kitab?" Sizlarningki qishinglarda bir kitob bormi? deb so'ralgan vaqtda bunday deganga o'xshash. "Vallohi ma indana illa ma fil Qur'on." Alloh bilan qasamki, bizda bari faqat Qur'on. Bizda Qur'onlar bor. Shuningdan boshqa yana Qur'on haqida bir kishiga berilgan fahim, tushuncha bor va mushu sahifada yozilgan narsalar bor. Ya'ni hadislarda keldi, u sahifada yozilgani miros oyatlari haqidagi hadislardan iborat edi. Ya'ni har bir asrda Qur'on Karimningki ma'nolari, uning ilg'an hukmlar ilgirki olimlarga echilmagan sirlar echiladi. Mayli mo'jizlar bo'lsin, yoki hukmlar bo'lsin, tushunchalar bo'lsin, tafsirlar bo'lsin. O'zining qalsi bo'yicha qilmaydi albatta. Shu sahobalarningki ilgari o'tgan salaflarning tafsirlari bo'lsin yoki hukmlari bo'lsin, shuni chatnab ketmagan holda tushuncha oldi, hukm oldi, tafsir qildi. Mana bulardan yuqori so'zlagan mazmunlardan Qur'on Karimning naslarining hukmlarga dalolat qilishi, dalil bo'lishi jihatdan eng yuqori darajada, eng yuqori martaba turganligi oshkor bo'ldi, ayon bo'ldi. Shunga mujtahid kishi eng oldi bilan Qur'on Karimga murojaat qilish kerak. Qur'on Karimni Qur'onga zid bo'lgan har qanday dalilninki oldi qo'yish kerak. İxtilaful qiroat, qiroatlarning har xil bo'lishi. Imom Osmon radhiyallohu anhu Qur'on Karimni bir mujallatda to'pladi. Ya'ni bir yerga to'pladi bir kitobga. Kamil tahqiq qilgandan keyin, tekshirgandan keyin va mushaf deb ataldi. Va bu kitobdan 8 nusx qilindi, ko'chirib 8 parcha kitob qilindi va uning 6si boshqa shahar davlatlarga tarqatib berildi. Va payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning masjidiga uningdan birini qo'ydi va o'zi uchun birini saqlab oldi. Bu mushaf imom deb ataldi bu Qur'on. Va bu Qur'ondan boshqa, ya'ni bu Qur'onda yozilmagan boshqa Qur'on karimlarni boshqa sahobalarning yana saqlab olgan yoziqlik bo'lsin yoki yo'qitib o'tishga, ko'ydirib o'tishga buyruq qildi. Ummat qarilar mushu Osmon radhiyallohu anhu jo'g'ilgan mushaf imomda ba qiraatni o'qigan bo'lsa, sanadi sahih bo'lgan bo'lsa va mushaf Osmoniyninki yozilgan shu shakldan chiqib ketmagan bo'lsa, uning Qur'on ekanligiga ijmoga keldi. Uning chiqib ketgan yoki mushaf Osmoniyninki yozilgan shu xat shakliga muvofiq bo'lmaganlarni Qur'on emas deb buning ijmoga keldi. Ya'ni shundaqla
Musab Osmaniyninki xat shakliga uyg'un kelib xatlari. Ammo uningki rivoyat qilingan sanadi sahih bo'lmasa, uning shaz ekanligi ittifoq keldi. Sahabalar radhiyallohu anhum Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning zamonida Qur'on Karimni o'qiydi. Qur'on Karimni boshqa o'rgatgan vaqtida ularningki shivillari o'xshamaydi, bir-biriga o'xshamaydi. Masalan, cho'ng o'qish yoki kichik o'qish yoki so'zish shuning o'xshagan jihatlardan bir-biriga o'xshamaydi. Ya'ni shundaqla ularning qabilalari o'xshamaydi. Shundaq bo'lsa-mu, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ular iqra qil, ya'ni yuqirruhum degani to'g'ri o'qiding, ya'ni bumi to'g'ri deb shunday deydi. Va hakaza unzilat, buni shundaq nazil bo'lgan, sen o'qgandek nazil bo'lgan deydi. Ya'ni birisi so'zab o'qisa, birisi so'zmay o'qisa, birisi cho'ng o'qisa, birisi kichik o'qib qo'ysa-mu, mayli mushdan nazil bo'lgan deydi. Va Qur'on Karim 7 harfga nazil bo'lgan deydi. Yana bir lafzida kulluha kafin shafin. Hammasi yetarlik, hammasi to'g'ri deb shunday deydi. Chunki bunda bo'lgan chaqda kishilar Qur'on o'rganish uchun kishilarga qulaylik yaratib bergan. Shunday bo'lish bilan birga yana Alloh taolo Qur'on Karimda har qanday bir payg'ambarni payg'ambar qilib avatsa, uningki qavmining tili bilan payg'ambar qilib avatadiganligini xabar bergan va Muhammad sallallohu alayhi va sallamning qavmi Quraysh. Mana mushu sabab Qurayshninki shivasini qira'at qilgan vaqtda Qur'onni boshqa shivalardan kuchlantirishga turtki bo'lgan. Mushu sababli qiroatlarda ixtiloflar yuz bergan. Ya'ni lahjalar, ya'ni shivalar o'xshamaganligi uchun. Ondan boshqa yana payg'ambar sallallohu alayhi va sallamninki bir kalimani, bir dona so'zni ikki xil shaklda yoki ikki xil yani yiqroq bo'lgan shaklda yoki ikki xildan yiqroq shaklda o'qiganligi ham isbotlangan, rivoyat qilingan. Buningdan ba'zini qarilarning ba'zisi tanlagan bo'lsa, tanlab o'qigan bo'lsa, ba'zi qarilar yana bir xil shaklni tanlagan. Masalan, Maliki yawmiddin va Maliki yawmiddin. Ba'zi qarilar Maliki yawmiddin deb tanlagan bo'lsa, ba'zilar Maliki yawmiddin tanlagan. Undan boshqa yana yud'ifha degan o'xshash. Mushu sababdan qiroatga yana bir xil ixtilof hosil bo'ldi. Ya'ni oldidagisi lahjalarning shivlarning o'xshashmasligi sababidan Qurayshninki lahjasini tanladik. Andan keyin Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bir so'zni bir qancha xil shaklda, yaqin bo'lgan shaklda o'qiganlik uchun qarilarning ba'zisi bir xil shaklni, yana birisi yana bir xil shaklni tanlaganlik uchun qiroatda yana bir xil ixtilof hosil bo'ldi. Hamda yana bir sabab bu ixtilofning sababi Osman raziyallohu anhu yozgan shu Qur'on kitob, sahobalar yozgan kitob eng dastlab yozilgan vaqtida chekitlardan va shakllardan, ya'ni zabar, zir, pash, sokinlardan va ba'zi mat harflardan xoli edi. Bular yozilmagan. Buning chekitlari, zir, zabar, pash, sokinlari, mat harflari yozilmagan bo'lgan ekan, albatta biz yuqori tilga o'tgandek shivalarning o'xshash bo'lmasligi, kalimalarning o'xshash bo'lmasligi ehtimolligi bo'ladi. Masalan, ular Maliki yawmiddin deb yozgan, ya'ni mim harfidanki alifni yozmay yozgan. Malik deb yozmagan. Chunki Malik deganni Malik deb o'qishqim bo'ladi, Malik deb o'qishqim bo'ladi. Ammo Malik degani faqat Malik deb o'qishqim bo'ladi, Malik deb o'qishqim bo'lmaydi. Sahih qiroatlar bo'lsa, muayyan bir sonda to'xtadi. Ondan İbn Mujohid 7 xil qiroatni tanlagan bo'lib, bular eng to'g'risidir. Mana bu 7 xil qiroat kishilar shu to'xtagan qiroatdan iborat. Ondan keyin o'zaro bir-biriga o'rgatgan, bizgacha yetib kelgan. İbn Mujohid ondan boshqa qiroatlarni shaz qiroat deb atagan. Bugungi bu asrimizda desa, mashriq tarafdagi kishilar bir xil qiroatga to'xtalgan. U bo'lsa-mu Hafs ibn Asimninki qiroati va Mag'rib tarafdagi kishilar bo'lsa, Varish an Nafi'ning qiroatiga to'xtagan. Shuning bilan ko'paylangan. Ya'ni ko'proq shu qiroatni qiroat qilib namozda bo'lsin, Qur'on o'qiganda bo'lsin, o'qitishlarda bo'lsin, mush xil qiroatni o'qiydi demoqchi.
Onun başqa 5 xil qiraat ögünüdü və ögütüldü, lekin az. Mutawatir qiraatlardan qandaq bir qiraat bolsa, o hüccət bola alaydı. Çünki ularningki isbatlanish qat'iyatu subut. Çünki ular mutawatir bo'lganligi uchun. Gerçi ularningki hükümler bo'lgan dalalati ko'pincha vaqtlarda zanni, ya'ni kuchli ko'z qarash bo'lsa-mu, ammo isbatlanish jihatdan mutawatir bo'lganligi uchun qat'iyatu subut, ya'ni to'g'ri shu rivoyat qilingan shu qiraat to'g'ri Qur'onning o'zi deb shaksiz ishonamiz, ammo undan chiqadigan hukmga nisbatan qat'iyat emas, balki zanni deymiz. Hamda shaz qiroatlarning mavjud bo'la oladiganligi, ya'ni bu xil biz yuqorida deb o'tgan 7 xil qiroatdan boshqa sahih qiroatlarning hujjat bo'la oladiganligini ahkam ilishda, hukm ilishda. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga nisbat berilgan sabit bo'lgan qiroatlar mushaf Usmoniyda bo'lish sharti bilan Qur'on hisoblandi. Mushaf Usmoniyda bo'lish sharti bilan, yana rasm Usmoniyga muvofiq kelishi bilan, yana shu Qur'ondagi shaklga, xatlarning shakliga, masalan malikmu masalan shunga o'xshash muvofiq kelishi bilan, yana arablarning fasohatlik shu tilida ishlatilgan bo'lishi bilan Qur'on hisoblandi, unda bo'lmasa shaz hisoblandi, Qur'on emas hisoblandi. Buni qiroat qilish durust emas. Lekin shaz bo'lish bilan birga shar'iy ahkamlarni dalil ilishda, hukm ilishda sanadi sahih bo'lsa hujjat hisoblandi. Shafiy mazhabdagilar bundaq shaz qiroatlarni hujjat emas deb qaraydi. Chunki bularning dalili bu shaz qiroatlar Qur'on Karimni tafsirlab sahabaning o'zi bayon qilib, boshqalar izohlab bergan, bunda bo'lib qilishi shuning bilan bu Qur'on deb o'ylanib qolgan bo'lishi mumkin deb mushun dalil qilib hujjat emas deb qaraydi. Masalan, biror so'zni qo'shib tafsir qilib boshqalar tushunmay qolgan shunda qo'shib qo'ygan bo'lishi mumkin degandek. To'g'risi bu hujjat bo'la oladi. Shaz qiroatlarmi hujjat bo'la oladi. Nimishqa deganda sahabi Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shu qiroatni, Qur'onni yoki o'qib, andan keyin uni tafsirlab bergan bo'lsa sahobalarga, shu sahoba buni Qur'on deb o'ylab qolgan bo'lishi mumkin. Ya'ni mayli uni sahoba Qur'on deb o'ylab qilib biror gapni ortiq qo'shib qo'ygan bo'lsa-mu, Qur'on hisoblanmasa-mu, ammo uni Payg'ambar alayhisalomdan anglagan bo'lishi, Payg'ambar alayhisalomning o'zi tafsir qilib bergan, bayon qilib bergan bo'lish ehtimolligi bo'lishi sababidan bu ahkamlarning dalili bo'lishida hujjat bo'la oladi. Masalan, ilgari deb o'tgandek Sa'd ibn Abi Waqqasningki qiroatidagi minal ummi degan so'z. Fa in kana lahu akhun aw ukhtun. Uniki o'g'il qarindishi yoki qiz qarindishi bo'lsa deganda minal ummi degan shu ikki kalima so'z Sa'd ibn Abi Waqqasning qiroatida ortiq, ya'ni mushaf Usmoniyda minal ummi degan kalima yo'q. Uni boshqani Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ning qiroatiga o'xshash was-sariqu was-sariqatu faqta'u aymanahuma asli aydiyahuma dabba. Buningda aymanahuma deb kelgan. Ammo biz bayatdan yuqori degan sahoba o'zi bayon qilib, tafsir qilib qo'shib qo'ygan bo'lishi mumkin, ziyoda bo'lgan yerini degan bu gap kelsak, fa g'ayru varid. Bunday gaplar kammigan. Chunki sahoba Qur'on Karimningki bayonini, izohatini tilovat qilingan Qur'onning hay'atida bunda rivoyat qilmaydi. Va buning o'xshagan misollar ba'zi sahobalar Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan mukammal, kamil bir oyatni yoki uningdan jiqroq oyatni naql qilgan. Lekin uni mushaf imomga yozmagan. Masalan, rajm oyati va emildashlik oyatlariga o'xshash. Bu oyatlar, bu qiroatlar, ya'ni Qur'on yozilmagan bo'lsa-mu, Qur'on bo'lmasa-mu garchi hukm ilishda hujjat bo'la oladi. Balki bular Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamningki hadislari qatoridan hisoblandi. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.